Videolarimiz shimlar haqida bo'ladi. Qani ketdik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun shimlarimiz, hop, mana qalin shimlarni ko'ringlar, mana. Hammasini taklab, sklatga shu otdik. Hop, yangi shimlar ildik. Ko'rishlaringiz mumkin. Hop. Birinchisi, hop, tomli siniy ekan, pol klassika usulda chiqarilgan. 33 razmer ekan. 29 dan 34 gachalik bo'lgan razmerlarimizdan 6 tali shim hisoblanadi. Mana ko'rinishni ko'rishlaringiz mumkin. Mana tomli siniy, hop, klassik uslubda chiqqan. Mana orqa tomonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol o'sha davlat ishida ishlaydigan akalarimizga rangi o'zgarmaydi, umuman rangi o'chmaydi. Rangi umuman o'chmaydi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Sifatlariga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Mana choklari ham juda chiroyli qilib chiqqan, ishlagan. Hop. Undan tashqari, bejiviy rangidagi svetimiz. Razmerlari ko'rib turibsizlar. Narxini aytish esdan chiqib qolibdi. Tomli siniyda aytgancha 149 ming so'mdan ishlaringiz mumkin. 38 razmeri. Hurmatli obunachilar, 38. Yengil o'sha korishneviy svetda ishlagan. Mana svet ham behol svet, o'sha однотонный, o'sha davlat ishida ishlaydigan mana yosh kattalarimizga ham juda mos bo'lgan shimlarimizdan biri. Bu shimni narxlari 155 ming so'm ekan. Ichlariga ham alohida mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli qilib ishlagan. Mana belda o'sha tellatib qo'ymaydigan qilib, tanaga botganda ham chiroyli qilib, mana cho'ntaklariga alohida asarlarni tikib, mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli qilib, mana yetilmasligi uchun mag'iz qilib, mana averlolar bilan maxsus o'rab, mana chiqilgan. Puxtaligi ham o'sha ahamiyat berib qo'yasizlar. Mana oldi zamoyli. Turishlari ham mana juda chiroyli, toza shimlardan biri. Bunimizni narxini aytib o'tib ketdik. 155 ming so'mdan. Hop. Keyingi avzorimiz jinsa shim. Bunimizni narxi, hop, 210 ming so'm narxi. 55 ming so'm o'sha kelgan narxini yozib qo'yibdi hozir ukamiz. Asli kelgan narxi o'zi. Endi bunga endi 20 ming rasxod minib o'sha qo'yilgan bo'lsa, bu sizlarning qo'llaringga o'sha 200 ming so'mga, o'sha 190 ming so'mga tushaveradi. Tomli siniy. Boshqatdan chiqarib kompyuterdan narxini yozib qo'yasiz boshqatdan. Ko'rib turibsizlar, mana cho'ntaklar tikka cho'ntak. Razmerlar to'liq. O'zi 32 razmer ekan, mana. Juda chiroyli shim. Undan tashqari bu tomonimizda mana ayni o'sha mavsumga mos svetli bo'lgan shimlarimiz ham bor. Bu shimlarimiz Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan. Hop, narxlari 145 ming so'mdan chiqqan. Fondiy narxlari mana. Fondiy 145 ming so'mdan. Bir xilda. Keyin yana bitta narsa, bu 29 mana razmerlarga, mana yoshlarimizda mana 29 bo'yiga mos bo'lib tushgan nimalar bular. Og'lari og'li, hali buni o'rta bo'ydagi mana misol 175 dan o'sha 65 gacha bo'lgan
insonlarimiz bemalol kaltalashi ham shart emas. Bu tayyor holatda chiqqan. O'zi bemalol nima cho'ziluvchanligi ham bor mana. Ko'rib turibsizlar mana. Xo'p, narxini yana bir qator aytib o'taman. Xo'p, 145 ming so'm. Qo'llarga yetib borishlari shunaqa. Endi hozir dastavkasini hisoblamayapmiz. Misol Surxondaryoga bo'lsa 40 ming 45 ming yetib borishi mumkin. Kilosiga qarab. Balki misol 30 ming yo 25 ming minishi ham mumkin. Undan ko'p bo'lmasligi ham mumkin. O'sha uzag'ini aytaveraylik, o'sha Surxondaryo, Qashqadaryo tomonda bo'lsa, sizni qo'lingizga 170 ming so'mga tushishi mumkin. 170 ming, 180 mingga tushaveradi bemalol dastavkasi bilan. Lekin sifatli hamyonbopligini mana misol qimmat deyishi mumkin bir xil odam, lekin sifatli narsa olasiz. Mahsulotni sifati uchun uni sotib olasiz. Yaxshi xizmatingizni qiladi, yengil sizga komfort beradi, qiyinchilik bermaydi. Maza qilib kiyib yurasiz. Xo'p. Bundan tashqari mana balotoviy svetlari ham bor, mana ko'rishlaringiz mumkin. Buni razmeri 36 gacha bo'lgan razmerda mana ko'rishlaringiz mumkin. O'sha eng kichik 29 dan 36 razmergacha tushadi. 36 ni bir qator ko'rsatib o'tamiz. 36. Biroz mendan zaroviroq bo'lgan insonlarimizga, akalarimizga bemalol tushaveradi. Eng katta razmeri shunaqa chiqadi buni. Eng katta razmeri. Buni asosan o'sha yosh yigitlarimiz, o'sha 40 yoshda atrofidagilarga ko'proq ma'qul keladi deb o'ylayman. 40 yoshdan pastiga bemalol olishlari mumkin. Bu mana unga e'tibor bermanglar, bu dog' emas. Mana devorda bunaqasi oq tegib qolgan. Mana qoqsa ketadi, bu ketadigan narsa. Mana videoda ajoyib ko'rinishi mumkin-da. Mana ketadi. Xo'p, bundan tashqari yoshlarimizga endi hozir ko'rsatadigan bo'lsak, videomiz juda cho'zilib ketyapti. Har xil rassetkada shimlarimiz bor. Jinsa desiz jinsa, klassika desiz klassika bor. Har xil turdagi shimlarimiz bor. Bemalol telefon raqamlarimizga murojaat qiling. Telefon qilishlaring mumkin. O'zim yosh shogirdim olishi mumkin. Telefon raqamlarimizni yozib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.